Mana izlar, bayram shukuhi davom etyapti. Vaqf xayriya jamoat fondi bilan birgalikda ajoyib xayrli ishlarni amalga oshiryapmiz. Siz ham bizga yelkadosh bo'ling. Barchalarni Vaqf xayriya jamoat fondida kelinglar, tashrif buyuringlar, yaxshilikka hissa qo'shinglar, biz xursand bo'lamiz. Siz bilan birgalikda yurtimizni, insonlarimizni yuziga kulgu tabassum ulashamiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi Vaqf xayriya jamoat fondi turli xayrli tadbirlarni amalga oshirmoqdamiz. Bugun siz azizlarga mana shu sovg'a salomlarimiz bor. Eng yaxshi, eng sifatli, barakali bir oziq-ovqat mahsulotlarining jamlanmasini to'pladik. Qabul qilib olasiz. Rahmat shunchalik bizlarni eslashganiga. Hammalarga rahmat bolam. Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ehsoninglarga. Rahmat hammalarga bolam. Osmonimiz ochiq bo'lsin, bolalarimiz sog' salomat yursin. Rahmat. Mana muborak Ramazon oyining oxirgi haftalarida, Qadr kechalari arafalarida, obod masjidlarning hovlisida yurtdoshlarimizni, kam ta'minlanganlarni, boquvchisini yo'qotganlarni, shu bilan bir qatorda turli xastaliklar bilan xastalanib qolgan fuqarolarimiz taklif qilib, bularga o'sha Ramazon muruvvatini, Ramazon saxovati, Ramazon tuhfalarini in'om etdik. Fuqarolarimizga prezidentimizning salomlarini, muftiy hazratlarining duolarini yetkazganimizda ularni yuzlaridagi nur, yuzlaridagi mamnuniyatlikdan bilyapmizki, bu fuqarolarimiz shu narsani kutgan. Hattoki hayoliga keltirmagan desak ham balkim to'g'ri bo'lar. Lekin Allohga shukrki, mana shu fuqarolarimiz ham e'tibordan chetda emasliklarini, bu O'zbekistonning har bir fuqarosi qadrlanishi lozim ekanligini, bu hayotiy, amaliy bir holatini guvohi bo'lib turibmiz-da. Bularning duolari ijobat. Yurtboshimiz, bu boshchilik butun xalqimizni, elimizni haqlariga duo qilinglar dedik va birgalashib duolar qildik. Bu kabi amallar inshaalloh bardavom bo'lsin. Vaqf xayriya jamoat fondi faqatgina yaxshilik ulashadi. Ramazon muborak, kelayotgan xayr ayyomlari muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar.